Hazrati Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga chopardilar. Ishdan bo'shab qolsalar, Ravzaga kelardilar. Kelib turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlarining oldiga kelib salom berardilar. Oldilariga borib, "Ya Rasululloh, ruxsat bersangiz o'tirsam" deb o'tirishga ruxsat so'rardilar. O'tirib joylashib olib, odob bilan o'tirib, birma-bir qilgan ishlarni aytib berar ekanlar. "Ya Rasululloh, kecha falon ishni qildim, bugun falon joyga bordim, falon narsa qildim." Sahobalar aytadilar, gohida biz hech kim yo'q Umarning oldida Rasululloh bilan gaplashib, kulishib o'tirganlarni ko'rardik. Kulgili ishni kulib aytib berar ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ravzalarida. Kelgusida qiladigan ishlarini ruxsat so'rar ekanlar. "Ya Rasululloh, men ertaga shunaqa ish qilmoqchiman" deb kelgusida qiladigan ishlarni ham aytar ekanlar. O'rinlardan turib ketmoqchi bo'lsalar, izn so'rar ekanlar. "Ya Rasululloh, endi men borsam, endi ishlarim bor, yumushim bor" deb ruxsat so'rab, 3 qadam ketlariga qadam tashlab, keyin o'girilib ketardilar. Doim odatlari shu edi. Xotirjam bo'lardilar. Rasululloh bilan gaplashsalar, ko'ngillari shod bo'lardi. Odatdagidek mana shunday suhbatlashib o'tirgan chog'larida Ravza-i Sharifda ikkita odam ovozini sal balandlatib gapirib qoldi. O'rinlardan turdilar va bordilar va aytdilarki, "Qayerdansizlar sizlar?" "Toifdanmiz" deydi. "Musofir ekansizlar. Agar shu yerni xalqi bo'lganinglarda, men o'zim boshqacha muomala qilardim. Axir qanday qilib Rasululloh shu yerda yotgan bo'lsalar, Rasulullohga nega bunday beodoblik qilyapsizlar?" dedilar va aytdilarki, "Hurmatun nabiy sallallohu alayhi vasallam mayyitan ka hurmatihi hayyan." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni marhum hollaridagi hurmatlari ham tirikliklaridagi hurmat bilan barobar.